Islom aka, yana bir marta mana shu universitet haqida qisqacharoq ma'lumot bersangiz. Biz hozir Xitoyning poytaxti Pekin shahridamiz. Biz bo'lib turgan universitetning nomi Beijing Foreign Studies University. Qisqacha qilib aytganda BFSU deyiladi. O'zbekchada Pekin xorijiy tillar universiteti. Biz hozir bu universitetni West Campus deyiladi. West Campusida o'quv binosini 5-etajdamiz. 5-etajida shunday tepasida shunaqa bog'i bor. Bu yerda talabalar o'tirib, dars yo'q paytida dam olib, gaplashib, ovqatlanib, nimadir ichib o'tirishlari mumkin. Shunaqa joydamiz. Shunda Islom aka, bu universitetga aniq o'qimoqchi bo'lganlar kelishi kerak. Chunki bu yerda ta'lim sifati shunaqa. Bu universitet nafaqat Pekinda, balki Xitoyning o'zida ham eng mashhur universitetlardan. Xitoydagi xohlagan biror bir xitoylikdan so'rasangiz, shu o'qishni bilasanmi desangiz, biladi. Ular hammasi eshitgan, chunki bu oliygoh Xitoyda o'sha chet tillarini o'qitish, chet tillardan tashqari diplomatiya, jurnalistika, ijtimoiy fanlar yo'nalishlari, biznes, marketing sohasida eng yuqori sifatli ta'lim beradigan universitetlardan biri hisoblanadi. Shunda hurmatli kuzatuvchilar, aniq maqsadi o'qish bo'lganlar, tajribali olaman, o'qiyman deganlar, bakalavr, magistrantura, doktorantura, til kurslari bemalol shu universitetga kelib o'qishingiz mumkin. Hozir bitta kompusdamiz. Bunaqa kompuslardan ko'p universitetning ichida. Universitetning ichini ham iloji boricha sizlarga ko'rsatamiz.